Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Siz to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda O'zbekiston 24 telekanalida O'zbekiston vaqti bilan dasturini tomosha qilyapsiz. Assalomu alaykum. Oldinda sizlarni qiziqarli lavhalar va eksklyuziv reportajlar kutib turibdi. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Sajixon, keling, dastur boshida avvalo sizni va barcha o'zbek ayollarini 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklasak. Prezidentimiz aytganlaridek, inson hayotini, jamiyat taraqqiyotini xotin-qizlarsiz, ularning ezgu fazilatlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Rahmat Nodir, haqiqatan ham ayollar timsolida bugun 3-renessans bunyodkorlari bo'lib maydonga chiqayotgan 22 millionlik yosh avlodni onalik mehri bilan tarbiyalab voyaga yetkazayotgan buyuk bir kuchni ko'ramiz. Ha, jamiyatda ayollarimizning o'rni tobora ortib boryapti. Bugungi kun ayol nafaqat ona yoki rafiqa, balki rahbar ayol, ustoz, shifokor, huquqshunos, senator, deputat, jurnalist, harbiy, xullas barcha sohalarda yigitlarimiz bilan teng xizmat qilib kelishmoqda. Ha, siz haqsiz Nodir va bugun aynan shu soha vakillari mehnatlari shaxsan davlatimiz rahbari tomonidan munosib e'tirof etilib, taqdirlanyapti. Va bu yil mana shunday baxtli ayollar qatoridan hamkasbimiz O'zbekiston 24 telekanalining Zulisonayn ijodkori Tamila Ikromova ham bor. Xuddi shunday tajribali jurnalist hamkasbimiz Tamila Ikromova Milliy teleradio kompaniyasi tizimida olib borilayotgan islohotlarga o'zining munosib hissasini qo'shib, tezkor ravishda aniq ma'lumotlarni tomoshabinlarga o'zining chiroyli reportajlarida yetkazayotgan ayollarimizdan. Bugun biz ular haqida ko'p gapirib o'tirmaymiz, balki navbatni ular haqida tayyorlangan qiziqarli lavhaga beramiz.